Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy baraka uylar obunachilari. Bugun biz sizlar uchun juda ham ajoyib bomba yangilik, ya'ni kim juda ham bir ko'pchilikdan murojaat tushadi bizlarga. Shodiyorbek betonka yoqadan, ya'ni kim juda ham boshida yoki oxirida emas, o'rtalig'ida, ya'ni markazroqda betonkani yo'l yuzida joylashgan biznes uchun yoki bo'lmasam turar joy uchun yoki kimlardir aynan hozir bizda reklama qiladigan joyimiz. Aynan bu o'sha kottej quraman, dom qilaman yoki umuman boshqa nima bo'yicha pastda nomerlar qoldiramiz va o'zimizda ham nomerlar qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir birin-ketinlikda, oldinma-ketinlikda sizga uslugalarni aytib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, betonkadan kirib kelaverishimiz 20 metr masofada joylashgan ichkarida. Umumiy maydoni dokumentlarni 53 sotixdan iborat turar joyimiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, bunaqangi katta ob'yomda joylar asosan turar bo'lmaydi-ku deganlar uchun yo'q, bizning hujjatimiz 100% o'sha turar qilingan, ya'ni ko'p qavatli domlarga ruxsatnomasi chiqqan joy. Ko'rib turganingizdek, juda ham korobka, shkalab joyimiz. Bemalol tezroq uspet qilish kerak. Pastdagi nomerlarga hozirroq srochniy aloqaga chiqqanlar uchun xohlasa mana bitta, ikkita, uchta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta boks qilingan. Bu tomonda ham endi naves ustiga yopilmagan, bu tomonda ham korobka holatda suyagi tikka qilingan zdaniyamiz joylashgan va yana bitta plus tomoni orqa tomonimizda ham joyimiz bor, lishli joy. Ya'ni bu 53 sotixdan tashqari orqa tomonda ham joyi bor. Bonusiga Shodiyorbek kimdir kelib agar naqshtirsan deyman deydigan bo'lsa, bemalol kelsa joyni ko'rsa, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, orqadagi joyda shundoq besplatni berib yuboraman deb. O'shaning uchun pastdagi nomerlarga telefon qilish kerak. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'taman. Ishtixon shahri, O'zbekiston mahallasi, ya'ni betonkani yo'l yuzidan bu tomonda. Shunda kirib propan zapravkaning oldi bilan kirib kelaverishda 20 metr masofada joylashgan umumiy maydonni ko'rib turganlaringizdek 53 sotix joyimiz, ya'ni bu yer turar dokument qilingan 53 sotix joyimizni videoobzorini e'tiboringizga havola qildik. Endi bu yerdan nimalar qilsa bo'ladi deganlar uchun aynan menga juda ham ko'pchilik murojaat qilardi. Misol uchun quruvchilar bor edi. O'sha chetda musofirda ishlab yurgan, Rossiyada, Amerikada ishlab yurgan, qolaversa ko'pincha Rossiyada ishlab yurgan, o'sha uy sohasida mukammal ravishda bitta ignasigacha biladigan akaxonlarimiz bor edi. Shodiyorbek juda ham korobka zo'r joy va dokumenti ham aynan ko'p qavatli uylarga yoki bo'lmasam kottejgami chiqariladigan tayyor, kelamiz qurilishni boshlaydigan joyimiz bormi deganlar uchun o'sha paytlar biz qiynalib qolgandik. Mana imkoniyat, kelish kerak, ko'rish kerak, soqqani tikish kerak va qarsillata uyni boshlash kerak. Bu videoni maksimum o'shalarga ham jo'natib qo'ysanglar bo'ladi va puli narx-navosi qanaqa deganlar uchun srochniy bo'lgani uchun va orqadagi bonus hisobida olib, bu bonus joyimiz ham 15-20 sotixga yaqin joyimiz bor. Bu bonusga albatta faqat 53 ga to'lasa bo'ldi deyishdi. Xo'p, pul narx-navomiz qanaqa istamiz ko'taradigan narx ayting deb oxirida kutib turganlar uchun umumiy bahosi 250 ming dollar deyilyapti. Va aytiladigan summa, har doim bitta gapni aytaman. Kelish kerak, pachkani ko'tarib kelish kerak. Akamiz bilan bitta chotga bir piyola choy ustida suhbat qilib, katta ishlar albatta bir piyola choy ustida bo'ladi. O'shaning uchun akamiz yoniga kelib bir piyola choy ustida bir pachkani shunday stol ustiga qo'yib, joyda ustida hangama qilib narx-navoziga surishlar. Balkim 200 mingga beradi. Balkim 150 mingga beradi. Balkim 230 mingga beradi. Balkim 250 mingdan tushmas. Lekin bizga aytdi, narxini kelishtirib beraman. Yana ham dedi. Atak hozir kecha kunduzda narxiga chaqadigan bo'lsak, bu yerlar 53 deb hisobladigan bo'lsak, tim bo'lgan agar turar joy bo'ladigan bo'lsa, 300 dan kam emas. Buni albatta Shodiyor Baxtiyor 3 yillik tajribasidan kelib chiqib aytyapmiz. 300 dan kam emas joyda 250 deyapti va yana o'tib beradigan, ukajon seni hurmating, yana bir kichik o'tib beradigan joyim bor deyapti. O'shaning uchun srochniy aloqaga chiqish kerak. Joyda bo'lib qolish kerak va albatta kimdir agar olib turib bu yerda imoratni boshlab, uyni qurishni boshlasa, yana bitta bonus Shodiyorbek Baxtiyorovdan o'zimiz ham kelib reklama qilish xizmatimizni yo'lga qo'yib beramiz. To uyingizni boshlab qurishingizga qadar biz xizmatingizdamiz. Faqat tangasini kelsak bo'ldi. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, maxsus ijtimoiy baraka uylar jamoasi. Ko'rib turganingizdek bitta ob'yomni ko'rsatib o'tib ketasiz.